Usmon roziyallohu anhu kim? Xulafoi Roshidin, Roshid xalifalarning biri hisoblanadi. Usmon roziyallohu anhu ikkita nur sohibi deyilgan. Zinnurayn. Nima uchun undan nomlandi? Chunki Usmon roziyallohu anhu Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning ikkita qizlariga uylangan. Birinchi Ruqayya binti Muhammad sallallohu alayhi vasallam, Ruqayya onamizga uylangan. Badrga shu sababli chiqolmay qolgan. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam Badr jangiga chiqib ketayotganda Usmon roziyallohu anhu ham chiqmoqchi bo'lgan. Lekin ayollari Ruqayya onamiz bemor bo'lganligi sababli Rasululloh sallallohu alayhi vasallam siz oilangizga qarang deb turib, Rasulullohning buyrug'i bilan qolganlar. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam Badrda bo'lgan holatlarida, Badrdagi paytlarida Ruqayya onamiz vafot etganlar. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam Badrdan qaytganlaridan keyin Ummu Kulsum onamizning Ruqayyaning singlisi Ummu Kulsumni Usmon roziyallohu anhuga nikohlab berganlar. Qarang, bu katta bu sharafga Usmon roziyallohu anhu erishdi. Shuning uchun ham Usmon roziyallohu anhu Badrga qatnashganlar qatorida hisoblanadi. Chunki Rasulullohning buyrug'i bilan qoldilar. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam Badrda tushgan g'animatlarda, mollarda bo'layotgan paytda Usmon roziyallohu anhu ni ham Badrga qatnashganligi qatorida bo'lganlar. Usmon roziyallohu anhudan Alloh rozi bo'lsin.